Bir kun kelib to'satdan boy bo'lib qolsang, mana shu 10 ta narsani eslab qol. Birinchisi, men hech kimga aytma. Hatto ota-onangga ham. Ikkinchisi, avval barcha qarzlaringni yop. Do'stlar, banklar, onlayn qarzlar hammasini. Uchinchisi, pul hisobingga tushgan zahoti shoshilma. Uni biroz ushlab tur, tinch o'ylab ol. To'rtinchisi, darrov uy olma yoki qimmat joyga ko'chma. Beshinchisi, ishni tashlashga shoshilma. Oltinchisi, hozircha mashina ham, hashamat ham olma. Yettinchisi, do'stlar, qarindoshlar yoki tanishlar bilan biznes boshlama. Sakkizinchisi, agar farzandlaring bo'lsa, imkon qadar ular boy ekaningni bilmasin. To'qqizinchisi, hayotingni o'zgartirma. Hech narsa o'zgarmagandek yashayver. 10-si, ma'lumotlaringni ehtiyot qil. Har kimga holatingni aytib yuraverma. Shu videoni saqlab qo'y. Haqiqiy pul topishni boshlagan kuningda yana ko'rasan. Hoziroq obuna bo'l, aks holda meni qaytib topa olmaysan.